narxidan boshlaymiz. 32 mingga berib olaman deyaptilar. Kirishimizga mana bitta. Xo'p, detskiyimiz skvoznoyda 3-etajda 3 xonali. Отопление bo'lgan, ponni 100%. Parket pol hamda eshiklari ham MDF ekan, bu spandigi. 3 xonani, xullas 4 xona qilingan ekan. Bu mehmonxonamiz. Bular eski planirovka. Bularni yaxshi tomoni hammom tualetlari отдельный bo'ladi. Keyin xo'p, asosan bir yo'lga ketaveramiz. Balkonga oshxona olib chiqilgan. Lokatsiyamiz Kirgilikda, Kanechkada, Gorsvetda oldida 3-etaj. Batlar o'zi qimmat bo'ladi. O'zi haqiqatan realniy qimmat bo'ladi bu tomonlar. Mana oshxonamiz olib chiqilgan. Oshxonani mana o'zi aslimet bo'lgan balkonga olib chiqilgan. Xonalari narxini 32 ming buyumlarsiz. Mabodo mebeli bilan olaman desam, kelishadigan xonasi bor. Bunisi hammomi, bunisi tualeti. Kirgilikda mana shunaqa Kanechkadan so'raganlar bo'lsa, jo'natib qo'ysak, podpiskalarga esdan chiqmasin. Kanechkani ham zo'r joyi, lokatsiya, sababi domda oldi, salqin, parkovka uchun hamma yo'l sharoitlar zo'r.